Oxiri больницada yotib chiqsa ham 17 bo'layotgan ekan. Masalan, hozir menga undan oldin bitta kasal keldi. 10 yildan beri staj diabet. O'zi aytibdi, больницada yotib chiqdim. Oxiri больницada yotib chiqsa ham 17 bo'layotgan ekan. Keyin nima yeysiz desam, hech narsa yemayman, как обычно ovqatlanaman. Yo'q, mayli, xo'p, как обычно. Masalan, kecha ertalab turdingiz, nima yedingiz desam, manni kasha deydi. Keyin men aytdim, manni kasha bu eng kaloriyli mahsulot, mumkin emas bu narsa. Desam, bilmagandim deydi. Keyin obedga nima yeysiz desam, makaron deydi. Keyin kashaga shakar solasizmi desam, ha, yana sariyog'im solaman deydi. O'zini saqlab bor, lekin shunga qaramasdan turib ham nosog'lom turmush tarziga rioya qiladi. Busiga g'ashini keltiradi. Da. Saqlab bor odamlar qanaqa analizga topshirish kerak? Endi birinchi o'rinda eng kamida sahar, och qorin, to'q qorin eng kamida. Standart analizlarga kiradigan bu bioximik analiz kravi, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlillari kiradi. Lekin ko'pchilik shu narsadan erinib tortinadi, topshirmaydi. Sahar diabeti odamlar birinchi o'rinda rejimini to'g'irlash kerak.